chekimizning umumiy maydoni 6 sotik. Assalomu alaykum, Infoaziya YouTube kanali ko'chlari. Aravon rayonida, Oqmotor uchastkasida, Navbahor ko'chasida 6 sotik maydoni bo'lgan chek sotiladi. Chekimiz mana bu masjidning oldida joylashgan. Shu masjiddan biroz o'tganda o'ng tomonda joylashgan. Bu tomoni esa Oktyabr tomoniga ketgan yo'l. Shunda kengligi 10 metr, uzunligi esa 40 metr. Va bu yerda bu tomonda yana 2 sotik joyi bor. G forma bo'ladi. Hozir ichkariga kirib, barchasini sizlarga batafsil ko'rsatib o'tamiz. Mana shu chekimiz, mana bu asosiy yo'l bo'lsa, kengligi 10 metr, bu tomonga esa 40 metr bo'ladi shunda. Va mana bu joyda 2 sotik joy bor. Shunda G forma bo'lib qoladi. Chegarasi mana shu joygacha. Mana bu tomonimizda 2 sotik joy bor. Bu tomoni 40 metr, kengligi esa 10 metr. Aytib o'tganimizdek, chekimizning umumiy maydoni 6 sotik. Qizil kitobi bor, hujjatlarda hech qanaqa muammosi yo'q. Bahosiga keladigan bo'lsak, bir sotkiga 720 ming so'mdan sotib olish uchun yoki to'liq ma'lumotga ega bo'laman desangiz, ekran ostidagi telefon raqamlariga murojaat qilsangiz bo'ladi. Agarda sizlar Infoaziya YouTube kanaliga reklama bermoqchi bo'lsangiz yoki reklamaga chiqmagan uylar, cheklar Aravon rayonida hamda O'sh shahrida reklamaga chiqmagan uylar, cheklarini sotib olmoqchi bo'lsangiz, 0550 28 21 23 telefon raqamlariga murojaat qilsangiz bo'ladi. Video davomida bu yerga kelish yo'llarini ko'rsatib o'tamiz.